Assalomu hurmatli tadbirkorlar. Biza har oyda bir 3 marta uchrashuv o'tish belgilangan. Biza o'zimizning kreditlarda kredit mahsulotlarimizni sizlarga aytib, shu bo'yicha sizlarda nelar bo'lsa, kreditga ehtiyoj bo'lsa, tayyorlab javob beramiz. Bizlarda shu tadbirkorlar uchun yuridik tashkil qilgan nelarga 312 qaror bo'yicha kreditlarimiz bor. Jismoniy shaxslar va biznesga chiqadigan mahalla loyiha bo'yicha kreditlarimiz bor. Sizga yo'nalish bo'yicha kredit kerakmi? Temir eshiklar bo'yicha, temirdan yasalgan ishlar bo'yicha kerak. Asfalt uskunalar. Asfalt uskunalarga kredit olishga. Hisoblanma bizda nasıllar? Menga shunga hujjat tayyorlab qo'yishingiz kerak. Siz sohamizda kengaytirish bo'yicha Bo'lsa, 312 qaror qo'yilgan bo'ldi, necha 300 million kredit. Bu hujjatlarni topshirsangiz ko'rib chiqib. Bo'pti, topshiramiz. Sizlarda qanday yo'nalish bo'yicha? Bizada asosan birlamchi uy joy